Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz siz bilan xlorofil miqdorini o'lchash usullari haqida gaplashamiz. Jumladan spat sensori haqida gaplashib olamiz. Demak, o'zi xlorofil miqdorini o'lchashning eng keng qo'llaniladigan usullari bu 3 ta hisoblanadi. Ya'ni bular spektrofotometrik usul, spat usuli yoki spat sensori deymiz va fluoressensiya asosida o'lchash usullari. Demak, mana bu yerda apparat ham keltirilgan. Demak, birinchi usulimizda spektrofotometrda men avvalgi video darslarimizda ham aytib o'tib ketganman. Aynan o'sha spektrofotometrning o'sha spektr nurlari orqali aniqlanadi xlorofilning A, B karotinoidlarining konsentratsiyasi va bu laboratoriya sharoitida olib boriladi. Ikkinchi metod bu o'sha spat sensori yoki spat 502, bugun gaplashadigan apparatimiz spat 502 deb aytiladi. Mana shu apparat haqida bugun siz bilan gaplashib o'tamiz va oxirisi fluoressensiya metodi. Bu ham zamonaviy metodlardan biri hisoblanadi. Demak, spat haqida gaplashadigan bo'lsak, spat sensori bu xlorofil miqdorini, ya'ni xlorofil miqdori deganda aynan uning milligram gramda emas, uni konsentratsiyasi desak to'g'riroq bo'lardi, lekin ko'pincha biz buni o'sha milligramda deb adashamiz, lekin bunday emas. U demak konsentratsiyasi, xlorofilning konsentratsiyasini aniqlab beruvchi apparat hisoblanadi. Demak, bu xlorofil miqdorini tez va nisbatan aniqlash uchun ishlatiladigan o'sha portativniy, ya'ni cho'ntakda olib yuradigan qurilma hisoblanadi. U barglarni yashil pigmenti o'sha konsentratsiyasini baholash orqali o'simlikning holatini va azotga bo'lgan talabini baholash imkoniyatini beradi. Ya'ni azot bilan qay darajada ta'minlangan yoki unga azot kerakmi, kerak emasmi, buni aniqlashimiz uchun eng yaxshi vosita hisoblanadi. Chunki o'simliklarning bargida bilamizki, azot bilan xlorofilning konsentratsiyasi bevosita bog'liq, bir-biriga bog'liq ko'rsatkich hisoblanadi. Qolaversa, spat 502 apparatida azotni o'zini ko'rsatuvchi o'sha sifrlar ham bor. Ya'ni unda biz azotni o'zini holatini ham baholashimiz mumkin. Spat 502 o'zi nima? Spat bu xlorofil miqdorini aniqlovchi asbob bo'lib, barglardan o'tadigan qizil nurlar, o'zi biz bilamizki, o'sha Timiryazov davridan bizga ma'lumki, qizil va ko'k nurlarda fotosintez yaxshi amalga oshadi va shu nurlarda asosan amalga oshadi. Demak, qizil nurlarning ham 650 nanometr va unga yaqin bo'lgan o'sha infraqizil nurlar o'tadi, ya'ni 940 nanometr uzunlikdagi yorug'lik solishtiriladi va spat birligida o'sha -9 dan 199 gacha bo'lgan oraliqda natijalar asbobning o'sha ekranida paydo bo'ladi va biz uning mana bu yerda rasmda ham ko'rib turibsiz, ikkita nur bor. O'sha ikkita nurda aynan bir-biriga solishtirib bu apparat tezda xlorofilning konsentratsiyasini chiqazib beradi. Endi tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun aynan 650 va 940 nanometr to'lqin uzunliklari kerak bo'ladi? Chunki bizga ma'lumki, 940 nanometr uzunlikdagi to'lqin uzunligini o'simlik yutmaydi, unda fotosintez amalga oshirilmaydi. Chunki biz bilamizki, to'lqin uzunligi qanchalik uzun bo'ladigan bo'lsa, uning energiya potensiali tushib boraveradi. Biz bilamizki, ko'rinadigan nurlar bu o'sha 700, demak 400 dan 700 gacha nanometr uzunlikda bo'ladigan bo'lsa, fotosintez shuning ichida 660 atrofida bo'lganda eng faol bo'ladi. Xlorofil A'ni ham bilamiz, 660-663 nanometr to'lqin uzunligidagi nurlarni yutadi. Biz bu yerda 940 nanometr to'lqin uzunligini olganligimizga sabab spat sensori barg orqali yorug'likning yutilishini, ya'ni absorpsiyaga asoslangan. Bu absorpsiyalaydi, ya'ni o'sha 650 to'lqin uzunligini yutadi. U avtomatik ravishda quyidagi, demak, avtomatik ravishda 650 bilan 940 ni solishtiradi. Ikkita to'lqin uzunligini solishtirgan paytda sensorning ekranida o'sha xlorofilning konsentratsiyasi, ya'ni yutilmay qolgan nurni hisoblab chiqarib beradi. Ya'ni biz xlorofilning konsentratsiyasini yutgan nurga qarab, yutmagan nurni solishtirish orqali chiqarishimiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, asosiy xususiyatlari nimada? Ya'ni buning o'ziga xosligi nimada? Bu qaysi xususiyatlari bilan so'nggi vaqtlarda keng foydalanilyapti? Demak, birinchi navbatda buning o'sha bargni buzmasdan, bargni yoki jarohat yetkazmasdan o'simlikka, bargning ustida o'sha har xil uzib olib laboratoriyaga olib kelish kabi ishlarni amalga oshirmasdan biz o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, qo'lda tutish juda ham qulay, xuddi telefonimizdan biroz kattaroq bo'ladi va o'sha bargni o'lchashga ham dizayni ham qulay. O'sha bargni ushlaymiz, o'sha priborning o'sha qisqichiga qo'yganimizda u ko'rsatkich ekranga chiqib keladi. Keyingisi o'lchash natijalarining juda tezligi, ya'ni 2 soniyaning o'zi bitta ko'rsatkichimiz uchun yetadi va 30 tagacha o'lchovni xotirada saqlaydi. Agar unda biz fleshga qo'yadigan bo'lsak, buni biz bemalol juda ko'plab qayta aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, hozirgi kunda o'sha fleshkani qo'ymasdan ham o'zini xotirasida ham bu holat o'sha 200-300 tagacha o'zini xotirasida saqlaydigan o'sha boshqa bir o'sha xlorofilmetrni boshqa bir turlari ham chiqib ketgan. Qolaversa, batareyani uzoq vaqtda ishlashligi, uzoq vaqtda ishlaydi va bu 20 mingdan ortiq o'lchovlarni olishga ham yetadi. Demak, keyingisi spat birliklari orqali bargdagi xlorofilning va azot miqdorini, o'sha azotga bo'lgan o'simlikdagi yetishmovchilikni tezda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Endi buni qayerlarda ishlatishimiz mumkin? Buni asosan qishloq xo'jaligida aniqlashimiz mumkin, ishlatishimiz mumkin. Qishloq xo'jaligida o'simliklarni demak, holatini aniqlashda, ya'ni oziqlanish holatini aniqlashda bu apparatdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yoki tadqiqotlarda bargdagi o'sha xlorofil miqdorini, ya'ni xlorofilning konsentratsiyasini o'lchashda biz asosan spat apparatidan foydalanamiz. Va sug'orish va o'g'itlashni rejalashtirishda azot miqdorini aniqlashda bundan foydalansak bo'ladi. Qolaversa, endi bu endi laboratoriyada va dala sharoitlarida foydalanishga qulayligi ham buni eng o'zini foydali xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy asos haqida gapiradigan bo'lsak, spat 502 orqali demak, olingan ko'rsatkichlar bargdagi xlorofil miqdori va o'simlikning oziqlanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik asosida ishlaydi. Bu usul bilan xlorofil miqdorini baholashda 6% atrofida aniqlikka, demak 6% aniqlik xatosi bo'lishi mumkin, lekin bu ilmiy ishlar uchun yetarli darajada ishonchli hisoblanadi. Demak, mana tasvirda ham ko'rib turibsiz. Demak, xlorofilni miqdorini demak bemalol o'lchashimiz mumkin ekan bu yerda. Xo'p, bu agar bu so'zni biz to'g'ridan to'g'ri, ya'ni spatni kengaytmasini to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, demak, soil tuproq, plants o'simlik, analiz tahlil, development bu rivojlantirish, ya'ni tuproq va o'simlik tahlil qilish va rivojlantirish degan ma'no kelib chiqadi, lekin biz buni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilmaymiz. Buni biz o'sha odatda o'simlik bargidagi xlorofil miqdori yoki bo'lmasam o'sha xlorofil miqdorini aniqlovchi tizim yoki o'simlikdagi xlorofil konsentratsiyasini baholash usuli degan so'zlar bilan tarjima qilsak bo'lar edi. Demak, to'g'ridan to'g'ri spat deb tarjima qilishimiz kerak emas. Demak, spat birligi nima? Bu holat men o'zimni ilmiy ishimda ham bo'lgan. O'sha spat birligida ko'rsatganimda, spat birligi bu nima o'zi? Bu grammi, milligrammi, nima narsa yoki litrmi degan savollar bo'lgan. Spat birligi bu gram emas, milligram ham emas. Siz shuni yodda tuting, u konsentratsiyani bildiradi. Ya'ni 940 bilan 650 nanometrni solishtirish orqali ko'rsatilgan spat birligi. Ya'ni bu aynan spat apparatining, ya'ni xlorofil metrning o'sha xlorofil konsentratsiyasini ko'rsatuvchi birlik hisoblanadi. Demak, mana rasmda ham ko'rib turibsiz, qizil nur yutyapti. Demak, 940 infraqizilni yutmayapti. Ikkalasini solishtirish orqali spat birligi kelib chiqadi. Demak, buni biz milligram deb olmaymiz. Lekin spat birliklarini xlorofil konsentratsiyasini o'sha milligramga aylantirib olishimiz ham mumkin, lekin undan oldin bir narsani aytib o'tishimiz kerak.
Masalan, bu orqali biz bemalol o'simlikni xlorofil miqdorini kam, o'rtacha yoki yuqori ekanligini ko'rsatishimiz nimasini olishimiz mumkin, natijasini olishimiz mumkin. Masalan, u yerda 35-45 tasvirda ko'rib turibsiz, 35-45 bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha xlorofil miqdoriga ega va azot ham normada ekanligini biz bemalol bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki o'sha 45-60 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda konsentratsiya aynan yuqori ekanligini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Endi shu yerda tabiiyki savol tug'iladi. Biz adabiyotlarda ko'ramizki, bu o'sha xlorofilni milligram gramdagi vazni miqdori berilgan bo'ladi, ko'rsatkichi beriladi. Buni sifat bilan bog'lash mumkinmi degan savol tug'iladi. Tabiiyki, ha, buni bog'lash mumkin bemalol, lekin buning uchun oddiygina formulaning o'zi yetarli emas. Buning uchun siz nima qilasiz? Buning uchun o'sha dastlab o'rganmoqchi bo'lgan bargingizda xlorofilni sifat yordamida o'lchaysiz. O'lchaganingizdan keyin masalan 40/1 chiqdi. Excelni yozib qo'yasiz. 40/1 ko'rsatkich. Va o'sha o'simlikning o'sha biz o'lchagan qismidan olib spektrofotometrda o'lchab ko'ramiz. Spektrofotometrda o'lchash haqida men aytganman. O'sha aseton yoki spirt 96% spirtda eritib olib, undagi hosil bo'lgan eritmani o'sha küvetaga solib, spektrofotometrning küvetasiga solib, uning ko'rsatkichi milligram gramda topiladi. Va endi slaydimizda yo'q ekan, milligram gramda topilgandan so'ng ikkalasini o'rtasida kalibrovka qilamiz. Ya'ni 40/1 deganimiz necha yoki bundan past yoki yuqori ko'rsatkichlar spektrofotometrda necha ko'rsatyapti. Va shu orqali qolgan o'simliklarga qo'llasak bo'ladi buni. Demak, biz oddiygina formula bilan sifat yordamida, sifat 502 apparati yordamida o'lchab uni oddiy bitta formula bilan milligram gramda chiqara olmaymiz. Demak, uni biz qachon kalibrovka qilsak milligram gramda chiqaramiz. Bo'lmasa sifat birligida berib qo'yaversak ham bu ilmiy ish uchun yetarli bo'ladi. Xo'p, kalibrlash chizig'ini bu yerda qanday qilib amalga oshirish haqida batafsil ma'lumot berilgan. O'sha aynan Excelda kalibrlash chiziqlari, buni Excelda shunday funksiyasi bor, bemalol buni hisoblab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi slaydimizni yakunlab qoldik. Aynan O'zbekistonda qaysi institut yoki institutlarda mavjud bu apparat qo'llanilyapti? Hozir balkim ko'p joylarda bordir, lekin men aniq bilganim va tadqiqotlarda uchratganim o'sha Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida shunday qilingan tadqiqotlarda o'sha g'o'za bo'yicha qilingan ishlarda men aynan sifatning ko'rsatkichlarini ko'rganman. Yoki men o'zim foydalanganim Urganch davlat universitetida o'sha ZEF UNESCO tashkiloti o'sha bor edi. ZEF UNESCO loyihasida men aynan o'sha xlorofil sifat 502 apparatidan foydalanib, shu bilan bir qatorda Greenseeker apparatida ikkalasini bir vaqtda foydalanganligini ko'rganman. O'zim ham foydalanganman. Bu agar sizda ikkalasidan ham foydalanish imkoniyati bo'lsa, o'simlikni azotga bo'lgan munosabatini yoki uning xlorofil konsentratsiyasini aniqlash uchun juda ham qulay bo'lar edi. Endi 1000 marta gapirgandan ko'ra 1 marta ko'rgan afzal deydi. Mana shu sifat 502 apparatini biz siz bilan hozir dala sharoitida ko'rib chiqamiz. Unday bo'lsa, ketdik. Mana hozir Alisher aka bilan ushbu tadqiqotlarni o'zi misolida ko'rib chiqamiz dala sharoitida. Demak, mana ozgina bosib turgan holatda, mana Alisher aka aytayaptilar, ishchi holatga tushib oladi. Bunda ikkita monitor bor. Bittasida azot miqdorini ko'rsatadi, bittasida xlorofil miqdorini ko'rsatadi. Bizga Alisher aka hozirgi vaqtda xlorofil miqdori kerak. O'sha xlorofildan biz azot miqdorini keltirib chiqarsak bo'ladi. Ishni boshlasak bo'ladi. Namangan 77 da. Demak, bu yerda o'zada Namangan 77 dan olish kerak. Hozir qilamiz. Har doim yuqorida 3-bargni olamiz. 1, 2, 3. 3-bargni olishimiz kerak. Alisher aka bu yerda boya aytganingizdek ildizi, yirik ildizlar bo'lmagan qismini olasiz. Mana o'lchab turib bosib turganimizda, demak, mana ko'rsatkichimiz bunda 55/3 chiqyapti. Demak, davom etamiz. Mana hozir sal stressga uchragan qismga yetib keldik. Mana qarang, o'lchab ko'ramiz.
Demak, bu yerda necha xlorofil miqdori ekan? Mana qarang, 46. 46 ham bu o'rtacha degani, 40 o'rtachadan sal yuqori degani, lekin juda ham yuqori emas. Mana ko'rsatkichni ko'rishingiz mumkin, 46. Demak, mana aka. Birorta bargini keling uzib olib o'lchaylik. Mana aka. Aytaylik, 3-bargni oldik. Kamerada yaxshiroq ko'rinishi uchun. Mana qarang, 37 chiqyapti. Demak, 37.8. Demak, bu yerda pigmentlar miqdori kamroq. Qarang. Demak, bemalol bu qismga azotni ko'proq berish kerak, boshqa qismga kamroq berish kerak deyishimiz mumkin. To'g'ri. 42. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. 42.3. Mana 52.6. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 2 soniyada bitta bargdagi xlorofil, umumiy xlorofil miqdorini aniqlashimiz mumkin. Demak, bu apparat juda ham ishlash uchun qulay apparat hisoblanar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.